Bilarmidingiz? Laylatul Qadr kechasida sizning kelajagingiz yoziladi. Laylatul Qadr kechasining siz bilmagan 8 ta fazilatini aytib beraman. Ramazon oyining 16-epizodiga xush kelibsiz. Birinchisi, bu oyda Qur'on nozil bo'lgan. Bu haqida esa Qadr surasida ham yozilgan. Biz Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Ikkinchisi, bu kecha 1000 oydan afzaldir. Qadr surasida ham bu narsa ko'rsatilgan. Uchinchisi, farishtalar tushadigan kecha. Bu kechada farishtalar va Jibril alayhissalom Alloh izni bilan yerga tushadilar. Bu ham Qadr surasida yozilgan. To'rtinchisi, duolar qabul bo'ladigan kecha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aynan shu kunlari duo qilishlarini aytganlar. Chunki duolar ijobat bo'ladi. Beshinchisi, qismatingiz yoziladigan kecha. Qur'onning 44-oyatida har bir insonning qismati yozilishi aytilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyatiga ko'ra, albatta Laylatul Qadr kechasida kelgusi yil ichida sodir bo'ladigan narsalar yoziladi. Tiriklar va o'liklar, rizq va hattoki haj qiluvchi inson ismi yoziladi. Subhanalloh. 8 va 9-sini opisaniyada o'qing. Yanada ko'proq ma'lumot uchun menga obuna bo'ling.